Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Mana biz yana bir tunikafon ishlarimizni Asakada Kalsovoyda oldagi kottejlardan birida xizmat ko'rsatmoqdamiz. 04 qalali tunikadan foydalanyapmiz. Oq va mokriy va tillalar kombinatsiya qilib bermoqdamiz. Albatta bu joyimizga tarnovlarni ham o'rnatib ketyapmiz. Tarnovlarimizni metrini aytib o'taman. 1 metrini 60 ming so'mdan o'rnatib bermoqdamiz. Tunikafonimizni narxlarini ham aytib o'taman. 1 kvadratini hamma yo'g'i ichida 135 ming so'mdan tunikafonlarimizni qatirib bermoqdamiz. Bu joyimiz 400 kvadrat chiqqan ko'cha shapka va darvozaxona va ichkari shapkalari bilan birgalikda bo'lib chiqyapti. Darvozaxonamizni shu regellarini qoskon pasollarda o'rab turib, chekalarini shaxmat qilib beramiz. Karnizlarini esa novvolik qilib beramiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Videoda ostiga bittadan layklarni bosib obuna bo'lib qo'ysalaring, bizning qilib yurgan ishlarimizni doimgidek birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Usta Alisher bo'ldi. Rahmat hammaga.